Omonmisiz, azizim? Bitta haqiqat bor, uni hech kim inkor qila olmaydi. Bu meni hayotim, o'zimni umrim deymiz-u, lekin umrimizni boshqalarga sarf qilamiz. Xuddi shuningdek, boshqalar ham biz uchun umrini, vaqtini sarflaydi. Bog'chada tarbiyachi, maktabda o'qituvchi, oliygohda ustozlar bizga vaqtlarini, umrlarini sarflaydilarki, biz shu darajaga yetamiz, azizim. Ammo umrini 100% biz uchun sarflaydiganlar kim, azizim? To'g'ri topdingiz. Bu onalar biz uchun umrini, vaqtini, kuchini, bilimini, hammasini kerak bo'lsa sog'lig'ini ham baxshida qilishadi. Men hamma jonfido onalarga xizmat ko'rsatgan ayol unvonini berishni juda ham istardim. Azizimda yangi loyiha 29-avgust kuni soat 16:00 da onalarni hurmat qilgan va jonfido onalariga minnatdorlik bildirishni istagan farzandlarga eslatma qilamiz. Siz onangizni azizimga olib keling. Axir ular siz uchun xizmat ko'rsatishadi. Keling azizim.